Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz har birimizni ayniqsa elektr ta'minoti yoki isitish tizimidagi uzilishlar bilan bog'liq muammolarga duch kelganlarni jiddiy o'ylantiradigan juda muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Bilaman, ko'pchiligimiz kunlik hayotimizda elektr energiyasi yoki issiqlikning yo'qligi sababli qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Bu nafaqat noqulaylik, balki ba'zan sog'liq uchun xavf, moliyaviy yo'qotishlar va hatto xavfsizlik masalasiga aylanadi. Siz aynan shu muammolarning jabrdiydasisiz va bu vaziyatni qanday hal qilishni bilmayapsizmi? Bugungi videomiz siz uchun. Biz bu qiyinchiliklar uchun tovon puli olish imkoniyatini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun nihoyatda muhim va darhol harakat qilishni talab qiladi. Shuning uchun men sizdan kanalimizga hoziroq obuna bo'lishingizni, videoga like bosishingizni va bu videoni do'stlaringiz hamda yaqinlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda ulashishingizni so'rayman. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka yordam berishi, ularning huquqlarini himoya qilishga ko'maklashishi mumkin. Keling, kechiktirmasdan mavzuga sho'ng'iymiz. Yillar davomida mamlakatimizda elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar afsuski oddiy holatdek qabul qilinib kelgan. Bizning ota-bobolarimizdan tortib bizgacha bo'lgan avlodlar ko'pincha bu holatga ko'nikib qolishgan. Texnik nosozlik, nima ham qilardik yoki ob-havo yomon bo'ldi, chidash kerak degan gaplar quloqlarimizga singib ketgan. Qishning qahraton sovuqlarida yoki yozning jazirama issiqlarida elektrsiz qolish, uyning issiqliksiz muzlab qolishi ko'pchilik uchun uyning issiqliksizning bir sinovi bo'lib tuyulardi. Ko'pchilik aholi shikoyat qilishga ham arzimaydi deb o'ylardi. Chunki oldingi tajribalar shuni ko'rsatgandiki, shikoyatlarga javob bo'lmasdi yoki agar javob bo'lsa ham vaziyat o'zgarmasdi. Bu esa odamlarda umidsizlik va befarqlikni keltirib chiqargandi. Ular o'z huquqlarini bilishmagan yoki ularning huquqlarini himoya qilish mexanizmlari yetarli darajada ishlamagan. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham afsuski ba'zida iste'molchilarning e'tirozlariga beparvolik bilan qarashgan. Bu holat albatta adolatdan emas edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi va biz bunga juda jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Davlatimiz, prezidentimiz boshchiligida va iste'molchilar huquqini himoya qilish tashkilotlari bu masalaga juda jiddiy e'tibor qaratmoqda. Yangi qonunchilik hujjatlari, farmonlar va qarorlar qabul qilinmoqda. Tartib-qoidalar takomillashtirilmoqda. Eng muhimi, jamiyatning o'z huquqlariga bo'lgan talabchanligi oshgani tufayli endi siz bunday uzilishlar uchun ma'lum bir sharoitlarda, ta'kidlayman, ma'lum bir sharoitlarda tovon puli huquqiga egasiz. Bu shunchaki og'zaki va'dalar yoki shiorlar emas, balki qonuniy kafolatlangan imkoniyatdir. Bu shuni anglatadiki, sizning huquqlaringiz himoyalangan va sizga yetkazilgan zararni undirish mexanizmlari mavjud. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi mamlakatimizda aholiga qulay va sifatli xizmat ko'rsatishga intilish. Shuningdek, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirishdir. Endi ular shunchaki ta'minotni uzib qo'yib, javobgarlikdan qochishlari mumkin emas. Ular xizmat ko'rsatish standartlariga rioya qilishlari shart. Agarda bu standartlar buzilsa, ular buning uchun javob beradilar va iste'molchilarga yetkazilgan zarar qoplanishi lozim. Demak, sizning huquqlaringiz himoyalangan va harakat qilish vaqti keldi. Endi keling, eng muhim savollarga javob beramiz. Siz nimani bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu ma'lumot shunchaki umumiy tushuncha bo'lib xizmat qiladi? Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, har qanday elektr yoki issiqlik uzilishi uchun ham tovon puli berilmaydi. Bu yerda bir nechta muhim shartlar mavjud. Tovon puli huquqi asosan uzoq muddatli, oldindan ogohlantirilmagan favqulodda vaziyatlar bundan mustasno uzilishlar uchun yuzaga keladi. Ya'ni uzilish belgilangan normativ muddatlardan oshib ketgan bo'lishi kerak. Har bir kommunal xizmat turi uchun bu muddatlar qonunchilikda belgilangan. Masalan, elektr ta'minotida kuniga 4-6 soatdan ortiq uzilish bo'lmasligi, isitish tizimida esa xona harorati ma'lum bir darajadan pastga tushmasligi kerak. Odatda uning beti 20 darajasi Selsiy. Agarda bu muddatlar yoki me'yorlar buzilsa, sizning tovon puli talab qilish huquqingiz paydo bo'ladi. Kim tashvishlanishi kerak? Aslida har birimiz bu ma'lumotdan xabardor bo'lishimiz kerak. Chunki hech kim uzilishlardan sug'urtalanmagan. Ammo ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar va subyektlar bunga jiddiyroq e'tibor berishlari lozim. 1. Ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi. 2. Xususiy uylarda yashovchi fuqarolar. 3.
kichik va o'rta biznes subyektlari, kafelar, do'konlar, ofislar va boshqalar. Chunki ular elektr yoki issiqlik uzilishi tufayli katta moliyaviy yo'qotishlarga uchraydilar. 4. Ayniqsa nogironligi bor shaxslar, yoshi ulug'lar, homilador ayollar va yosh bolali oilalar kabi zaif qatlamlar. Chunki ular uchun elektr yoki issiqlikning yo'qligi nafaqat noqulaylik, balki sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Kimga bu ma'lumot shunchaki umumiy tushuncha bo'lib xizmat qiladi? Agar siz faqat qisqa muddatli, kamdan kam sodir bo'ladigan uzilishlarga duch kelsangiz, hisoblaringizni doimiy ravishda to'lab borsangiz, yoki uzilishlarning sababi sizning o'zingizning aybingiz bilan bog'liq bo'lsa, masalan, ichki simlarning nosozligi, u holda siz uchun bevosita tovon puli olish masalasi dolzarb bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, rejalashtirgan ta'minlash ishlari munosabati bilan oldindan ogohlantirilgan uzilishlar uchun ham tovon puli berilmaydi. Agar uzilish muddati ogohlantirilgan muddatdan oshmasa. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik, bu holatni yanada tushunarli qilish uchun. Birinchi misol, ko'p qavatli uydagi isitish tizimi. Tasavvur qiling, Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Otabekovlar oilasini. Ular 2 nafar kichik yoshdagi farzandi bor yosh oila. Qishning eng sovuq kunlaridan birida, ya'ni yanvar oyida, tashqi havo harorati 10 darajadan pastga tushgan paytda ularning uyida isitish tizimi to'satdan uzilib qoladi. Issiqlik ta'minoti 3 kun davomida tiklanmaydi. Bu vaqt ichida uyning ichki harorati indik darajaga tushib ketadi. Bu esa kichik bolalar uchun juda xavfli. Oilaviy budjetlar cheklangan bo'lishiga qaramay, ular xonani isitish uchun qo'shimcha elektr isitgichlar sotib olishga majbur bo'lishadi. Bu esa elektr energiyasi xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, bolalardan biri shamollab shifokorga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Bu holatda Otabekovlar oilasi nimaga haqli? 1. Belgilangan standartlarga ko'ra isitish tizimi uzilishining maksimal muddati kuniga 24 soatdan oshmasligi kerak. Ba'zi hollarda bu amal 8 soatgacha bo'lishi mumkin, lekin bu holda 3 kun uzluksiz uzilish ro'y bergan. 2. Ular issiqlik ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib, xizmat ko'rsatilmagan davr uchun to'lovni qayta hisoblashni talab qilishlari mumkin. Agar ularning oyiga isitish uchun to'laydigan puli masalan 300 ming so'm bo'lsa va 3 kun davomida xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, ular bu 3 kunlik to'lovni 300 ming so'm qayta hisoblashni talab qilishlari mumkin. 30. Elektr isitgichlardan foydalanish natijasida ortiqcha to'langan elektr energiyasi uchun ham kompensatsiya talab qilishlari mumkin. Agar ularning odatdagi oylik elektr to'lovi 1 ming so'm bo'lsa va uzilish kunlarida bu xarajat 2 ming so'mga ko'tarilgan bo'lsa, ular qo'shimcha 1 ming so'mni talab qilishlari mumkin. Eng muhimi, Otabekovlar ruhiy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilishlari mumkin. Chunki kichik bolalarning sog'lig'i xavf ostida qolgan. Garchi buni hisoblash qiyin bo'lsa-da, sud orqali buni isbotlash imkoniyati mavjud. Ikkinchi misol, kichik biznes subyekti va elektr energiyasi uzilishi. Navoiy shahridagi Shirinliklar olami nomli kichik qandolat sexini olaylik. Bu sex har kuni ertalab soat 6:00 dan kechki 22 gacha ishlaydi va mahalliy do'konlarga shirinliklar yetkazib beradi. Sexning barcha uskunalari elektr energiyasi bilan ishlaydi. Peshlar, mikserlar, muzlatgichlar bir kuni eng gavjum ish vaqtida ertalab soat 9 dan kechki 21 gacha, ya'ni 13 soat davomida elektr energiyasi uzilib qoladi. Bu uzilish oldindan ogohlantirilmagan. Natijada 1. Barcha ishlab chiqarish to'xtaydi. 12 soatlik ish vaqtini yo'qotish biznes uchun juda katta zarar. Aytaylik, bir kunda sek o'rtacha 2000 ming so'mlik mahsulot ishlab chiqaradi. 12 soatlik yo'qotish umumiy kundalik ishlab chiqarishning deyarli 75% ni tashkil etadi. Ya'ni 1.500 ming so'm atrofida to'g'ridan-to'g'ri daromad yo'qoladi. 2. Muzlatgichdagi xomashyo, sut mahsulotlari, krem, shokolad va boshqalar issiqlik tufayli buziladi. Bu xomashyo narxi masalan 5 ming so'm. Ertasi kungi buyurtmalar bajarilmay qoladi. Bu esa mijozlar ishonchining pasayishiga va kelajakdagi daromadlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Yalpi zarar. Bu vaziyatda sex egasi hududiy elektr tarmoqlari tashkilotidan nimalarni talab qilishi mumkin? 1. Elektr energiyasi ta'minotidagi ruxsat etilgan uzilish muddatlari odatda kuniga 4-6 soatni tashkil etadi. Bu yerda esa uzilish 12 soat davom etgan
ya'ni standartdan 2 barobar ko'p. 2. Sex egasi to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yo'qotishlarni buzilgan mahsulot narxi 500 ming so'm, yo'qotilgan daromad 1.500 ming so'm qoplashni talab qilishi mumkin. 2. Bundan tashqari biznesning ish faoliyatiga yetkazilgan zarar, jumladan obro'-e'tibor yo'qotilishi uchun ham kompensatsiya talab qilish imkoniyati mavjud. Bunda isbotlovchi hujjatlar, xomashyo chexlari, bajarilmagan buyurtmalar, bank hisobotlari juda muhimdir. 3-misol, xususiy uy va takroriy elektr uzilishlari. Farg'ona viloyatining qishloq hududlaridan birida yashovchi 75 yoshli Mamasoliyev buni olaylik. Uning sog'lig'i yomon, nafas olish apparatiga ehtiyoj sezadi. Bu apparat esa elektr energiyasi bilan ishlaydi. Mamasoliyev buning uyda so'nggi 1 oy ichida elektr energiyasi har kuni bir necha soatga, ba'zida esa ertalabdan kechgacha uzilib turadi. Umumiy hisobda 1 oy davomida elektrsiz qolgan vaqt 2 soatdan oshadi. Bu uzilishlar doimiy bo'lib, Mamasoliyev buning sog'lig'iga jiddiy xavf soladi. Chunki u apparatsiz nafas olishi qiyinlashadi. Uning oila a'zolari uni qo'shnining uyiga olib borishga majbur bo'lishadi. Bu esa ularga qo'shimcha tashvish va xarajat olib keladi. Bu holatda qanday yo'l tutish kerak? 1. Mamasoliyev buning oilasi har bir uzilish vaqtini davomiyligini aniq qayd etish kerak. Eng muhimi, shifokordan tibbiy ma'lumotnoma olish kerak. Unda buning elektrga bog'liq tibbiy apparatga ehtiyoji borligi va elektr uzilishlari uning sog'lig'iga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aks ettirilgan bo'lishi lozim. 3. Ular elektr ta'minoti korxonasiga shikoyat bilan murojaat qilib, nafaqat uzilishlar uchun to'lovni qayta hisoblashni, balki tibbiy xarajatlar va ruhiy zarar uchun ham tovon puli talab qilishlari mumkin. Bu kabi holatlarda sud orqali yirikroq kompensatsiya olish imkoniyati mavjud. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, har bir holat o'ziga xos va har birining o'z hisob kitoblari mavjud. Eng muhimi, siz o'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan qo'rqmang. Endi esa ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo juda muhim bo'lgan jihatlarga to'xtalsak. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Tovon puli olish jarayoni har doim ham silliq kechmasligi mumkin. Shuning uchun bu detallarni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Birinchidan, force majeure holatlari. Force majeure so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, yuqori kuch degan ma'noni anglatadi. Bu kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning nazoratidan tashqari yuzaga keladigan favqulodda va oldindan aytib bo'lmaydigan holatlar. Bularga tabiiy ofatlar kiradi. Kuchli zilzilalar, to'fonlar, sel, kuchli qor yog'ishi, g'ayritabiiy sovuqlar yoki jaziramalar, shuningdek yirik texnogen avariyalar. Masalan, magistral gaz quvurining yorilishi yoki elektr uzatish liniyasining qatlamiga yo'sta qulashi. Agarda elektr yoki issiqlik uzilishiga aynan shunday force majeure holati sabab bo'lsa, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tovon puli to'lashdan ozod etilishi mumkin. Ammo bu yerda bir lekin bor. Tashkilotlar ushbu holatning force majeure ekanligini isbotlashlari va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'rganliklarini dalillar bilan ko'rsatishlari shart. Ya'ni shunchaki tabiiy ofat deb aytib, javobgarlikdan qutulishlari mumkin emas. Ular yuzaga kelgan vaziyatni tezkorlik bilan bartaraf etish uchun imkoni boricha harakat qilishlari va buni hujjatlar bilan tasdiqlashlari kerak. Ikkinchidan, iste'molchining o'z aybi. Agar elektr yoki issiqlik uzilishining sababi sizning o'zingizning harakatingiz yoki harakatsizligingiz bilan bog'liq bo'lsa, u holda siz tovon puli olish huquqiga ega emassiz. Misol uchun, hisoblarni to'lamaganlik. Agar siz elektr yoki issiqlik uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan bo'lsangiz va shu sababli xizmatdan uzilgan bo'lsangiz, bu sizning aybingiz, ruxsatsiz ulanish. Agar siz elektr yoki gaz tarmoqlariga ruxsatsiz ulangan bo'lsangiz va bu jarayonda nosozlik yuzaga kelib uzilishga sabab bo'lsa, ichki simlarning nosozligi. Agar sizning uyingizdagi elektr simlari eskirganligi sababli qisqa tutashuv yuzaga kelib, elektr uzilishiga olib kelsa, bu kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning aybi emas. Xonadonning ichki tarmoqlari uchun javobgarlik mulk egasining zimmasida. Uskunalar noto'g'ri ishlashi, agar sizning maishiy texnikangizdagi nosozlik tufayli umumiy tarmoqqa yuklama tushib uzilish bo'lsa, bunday holatlarda tovon puli talab qilish befoyda bo'ladi. Uchinchidan, rejalashtirilgan uzilishlar. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ba'zan ta'mirlash, modernizatsiya qilish yoki profilaktika ishlarini o'tkazish uchun elektr yoki issiqlikni vaqtincha uzib qo'yishadi. Agar ular bu haqda sizni oldindan, ya'ni belgilangan muddatlarda
odatda 24-48 soat oldin ogohlantirgan bo'lsalar va uzilish muddati ogohlantirilgan muddatdan oshmasa, u holda tovon puli berilmaydi. Ogohlantirishlar odatda mahalliy hokimiyat veb saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limlari e'lon taxtalarida yoki SMS xabarnomalar orqali amalga oshiriladi. Ammo agar uzilish muddati ogohlantirilgan muddatdan sezilarli darajada oshib ketsa, ammo elektr 10 soat o'chgan bo'lsa, u holda sizning tovon puli talab qilish huquqingiz paydo bo'ladi. 4-dan uzilishni qayd etish tartibi. Bu eng muhim noaniq nuanslardan biri. Agar siz uzilishni rasman qayd etmasangiz, ya'ni bu haqda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga xabar bermasangiz, sizning tovon puli olish imkoniyatingiz juda past bo'ladi. Tashkilotning bizga hech kim shikoyat qilmagan degan javobi sizni o'z huquqingizdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun har bir uzilish yuzaga kelganda darhol tegishli idoraga xabar berishingiz va bu murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Biz bu haqda keyinroq batafsilroq to'xtalamiz. 5-dan kompensatsiya tushunchasining turlari. Ko'pchilik kompensatsiya deganda faqatgina pul to'lovini tushunadi. Ammo aslida bu faqat naqd pul bo'lmasligi mumkin. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Hisob kitoblarni qayta hisoblash bu eng keng tarqalgan kompensatsiya turi. Xizmat ko'rsatilmagan davr uchun to'lov miqdori kamaytiriladi yoki keyingi davr uchun hisobdan chiqariladi. Tezkor ta'mirlash xizmatlari. Ba'zida kompaniyalar tovon puli berish o'rniga sizning muammongizni birinchi navbatda hal qilishga va kelajakda bunday holatlarning oldini olishga va'da beradi. Ma'naviy zarar, agar uzilishlar natijasida sizning sog'lig'ingizga zarar yetgan bo'lsa, ruhiy iztirob chekkan bo'lsangiz, masalan, yuqoridagi mas'uliyat bo'yining misolida sud orqali ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Bu turdagi kompensatsiyani olish ancha qiyinroq va ko'proq hujjatli isbotlarni talab qiladi. Ammo imkoniyat mavjud. 6-dan texnik nosozlik va e'tiborsizlik o'rtasidagi farq. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ko'pincha uzilishlarni texnik nosozlik deb izohlaydi. Ammo texnik nosozlik har doim ham tashkilotni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Agar nosozlik uskunalar eskirganligi, profilaktika ishlarining o'z vaqtida o'tkazilmaganligi, ta'mirlashga yetarli mablag' ajratilmaganligi yoki xodimlarning e'tiborsizligi natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, bu e'tiborsizlik hisoblanadi. Tashkilot ushbu nosozlikni oldini olish uchun barcha choralarni ko'rganligini isbotlay olmasa, ular javobgar bo'ladilar. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik texnik nosozlik degan javobga qanoatlanib qoladi. Bu istisnolar va nozik jihatlarni bilish sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishda ancha yordam beradi. Esda tuting, huquqiy jarayonlar ko'pincha murakkab bo'ladi va har bir detalga e'tibor berish katta ahamiyatga ega. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, elektr yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlar sababli sizga zarar yetkazilgan bo'lsa, aniq nimalar qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Qanday hujjatlar to'plash lozim va shikoyatni qanday yozish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, har bir narsani hujjatlashtiring. Bu jarayonning eng asosiy qismi. Sizning har bir dalilingiz mustahkam bo'lishi kerak. 1. Sana vaqt va uzilish davomiyligi. Elektr yoki issiqlik qachon uzilganini va qachon tiklanganini daftar yoki telefoningizda aniq yozib oling. Agar uzilishlar tez-tez takrorlansa, har bir holatni alohida qayd eting. Masalan, 2023 yil 11 dekabr soat ertalab daqiqasi o'timidan kechki 10 daqiqagacha elektr yo'q edi. Jam 9:30 daqiqa. Suratlar va videolar. Telefoningiz yoki boshqa qurilmangiz yordamida elektr yo'qligini, xonadagi qorong'ulikni yoki agar isitish tizimi ishlamayotgan bo'lsa, xonadagi haroratni ko'rsatuvchi termometrni suratga oling yoki videoga tushiring. Eng muhimi, bu suratlar yoki videolarda sana va vaqt aniq ko'rinishi kerak. Ko'p zamonaviy telefonlar avtomatik ravishda bu ma'lumotni saqlaydi, lekin baribir tekshirib ko'ring. Agar iloji bo'lsa, oynangizdan tashqaridagi ko'cha chiroqlari ham yoniq emasligini ko'rsating. Bu umumiy muammoni tasdiqlaydi. Yoki muzlatgichingizdagi eriyotgan mahsulotlarni isitgichga ulangan ammo ishlamayotgan elektr choynakni ko'rsating. Ushbu vizual dalillar sizning dalillaringizga sezilarli vazn beradi. Guvohliklar. Agar qo'shnilaringiz yoki qarindoshlaringiz ham shu muammoga duch kelgan bo'lsa, ulardan og'zaki yoki yozma guvohlik olishingiz mumkin. Ularning ism-sharifi, manzili va aloqa raqamlarini yozib oling.
Bu sizning shikoyatingizni yanada kuchaytiradi. 4. Cheklar va kvitansiyalar. Agar uzilishlar tufayli siz qo'shimcha xarajatlarga duch kelgan bo'lsangiz, masalan, elektr isitgich sotib olgan bo'lsangiz, buzilgan mahsulotlar o'rniga yangisini olgan bo'lsangiz, shifokorga borgan bo'lsangiz, barcha chek va kvitansiyalarni saqlab qo'ying. Bu sizning moliyaviy yo'qotishlaringizni isbotlashda muhim rol o'ynaydi. 5. Tibbiy ma'lumotnomalar. Agar siz yoki oila a'zolaringizning sog'lig'iga zarar yetgan bo'lsa, shamollash, mavjud kasallikning og'irlashuvi, shifokordan tegishli ma'lumotnoma yoki tashxis varaqasini oling. Unda sog'liq muammosining elektr issiqsiz qolish bilan bog'liqligi imkon qadar aks ettirilishi kerak. Ikkinchi qadam, darhol xabar bering. Uzilish yuzaga kelishi bilan imkon qadar tezroq tegishli xizmatga murojaat qiling. Elektr ta'minoti uchun hududiy elektr tarmoqlari AJning avariya dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Odatda bu BIMga eshib raqami. 2. Issiqlik ta'minoti uchun Issiqlik manbai korxonasi yoki mahalliy uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limining dispetcherlik xizmatiga murojaat qiling. Telefon raqamini o'zingizning to'lov kvitantsiyalaringizdan topishingiz mumkin. Gaz ta'minoti uchun hudud gaz ta'minot AJning Deket yoki Bilbish raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Har bir qo'ng'iroq paytida quyidagilarni amalga oshiring. Murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazing va uning raqamini so'rab oling. Bu raqam sizning dalilingiz hisoblanadi. Qo'ng'iroqni imkon bo'lsa ovoz yozuvchi qurilma orqali yozib oling. Ko'pgina zamonaviy smartfonlarda bu funksiya mavjud. Dispetcherning ism-sharifini agar aytsa va qo'ng'iroq vaqtini yozib oling. 3-qadam, yozma shikoyat qiling. Agar og'zaki murojaatlaringiz natija bermasa yoki muammo uzoq vaqt davomida hal etilmasa, yozma shikoyat qilish zarur. Bu rasmiy hujjat bo'lib, uning yuridik kuchi bor. Qayerga murojaat qilish kerak? Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot. Birinchi navbatda bevosita muammoni keltirib chiqargan tashkilotga, masalan, hududiy elektr tarmoqlari yoki issiqlik manbai yozma murojaat qiling. Shikoyatni ularning qabulxonasiga topshiring. Mahalla qo'mitasi. Mahallangiz faollariga murojaat qiling. Ular ko'pincha kommunal muammolarni hal qilishda vositachi bo'lishlari mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi. Bu tashkilot monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzurida faoliyat yuritadi va aynan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga ixtisoslashgan. Ularga yozma shikoyat yuborishingiz mumkin. Bu eng samarali yo'llardan biridir. 4. Mahalliy hokimiyat. Tuman yoki shahar hokimligiga murojaat qiling. Ularning ijtimoiy masalalar bo'yicha bo'limlari bor. 5. Onlayn portallar. Hukumatning murojaat.uz portali orqali elektron murojaat yo'llashingiz mumkin. Bu juda qulay va murojaatingizning ro'yxatga o'tkazilganligini nazorat qilish imkonini beradi. 6. Xalq qabulxonalari. Prezidentimizning virtual qabulxonasiga ham murojaat yo'llash imkoniyati mavjud. Bu eng yuqori darajadagi murojaat hisoblanadi va odatda jiddiy e'tibor qaratiladi. Shikoyatni qanday yozish kerak? Shikoyatingiz aniq, qisqa va faktlarga asoslangan bo'lishi kerak. Murojaatning yuqori qismida tashkilotning to'liq nomi va rahbarining lavozimi ko'rsatiladi. O'rtada shikoyat so'zi yoziladi. Asosiy matn quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak. U sizning to'liq ism-sharifingiz, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz. O muammoning batafsil tavsifi. Qachon, qayerda, qancha vaqt davomida uzilishlar bo'lgani, uzilishlar natijasida sizga qanday zarar yetkazilgani, moliyaviy, ma'naviy, sog'liqqa oid. O avvalgi murojaatlaringiz haqida ma'lumot. Agar avariya xizmatiga qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, uning ro'yxatga olish raqami va sanasini kiriting. O dalillar ro'yxati siz to'plagan barcha hujjatlar, suratlar, videolar, cheklar, guvohliklar, tibbiy ma'lumotnomalar ro'yxatini keltiring. O talabingiz. Siz nimani xohlaysiz? Tovon pul olishmi? Hisob-kitoblarni qayta hisoblashmi? Yoki muammoni bartaraf etishmi? Aniq yozing. Oxirida sana va imzoingizni qo'ying. Oxirida sana va imzoingizni qo'ying. E'tibor bering. Shikoyatni 2 nusxalotga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qiluvchining imzosini, ism sharifini va tashkilotning muhri yoki kirish raqamini qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingizning rasman qabul qilinganligini isbotlaydi. 4-qadam. Murojaatingizni kuzatib boring. Shikoyat yuborish bilan ish tugamaydi. Siz uning holatini doimiy kuzatib borishingiz kerak. Belgilangan muddatlarda, odatda 25-30 kun ichida javob kelmasa, yana qo'ng'iroq qiling, holati haqida so'rang.
Agarda javob qoniqarli bo'lmasa yoki umuman javob kelmasa, yuqoriroq instansiyalarga murojaat qilishdan tortinmang. Masalan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligidan bevosita sudga. 5-qadam sudga murojaat qilish. Agar barcha harakatlaringiz natija bermasa va sizga yetkazilgan zarar qoplanmasa, eng oxirgi va eng samarali yo'l sudga murojaat qilishdir. Sud orqali siz nafaqat moddiy, balki ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Sudga da'vo arizasi berish uchun sizga yuqorida sanab o'tilgan barcha dalillar va yozma murojaatlaringizning nusxalari kerak bo'ladi. Ba'zida malakali yuristning yordami ham zarur bo'lishi mumkin. Unutmang, sizning huquqlaringiz bor. Davlatimiz va qonunchilik sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Shuning uchun harakat qilishdan, o'z haqqingizni talab qilishdan qo'rqmang. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z majburiyatlarini bajarmasalar, buning uchun javob berishlari shart. Shunday qilib, bugungi videomizda biz elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar uchun tovon puli olish imkoniyatlarini, jarayonning nozik jihatlarini va amaliy qadamlarni batafsil ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Asosiysi esda tuting, sizning huquqlaringiz bor va siz ularni himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarga egasiz. Shunchaki befarq bo'lmang va harakat qiling. Fikringizni izohlarda yozing. Balki siz ham shunday vaziyatlarga duch kelgansiz va qanday yo'l tutganingizni biz bilan bo'lisharsiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda muhim. Keyingi videolarda yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.